Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Excel. Bugun dunyodagi eng qimmat akkauntlarni ko'rib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Qani ketdik. Birinchi ko'radigan akkauntimiz 55H akkaunti bo'ladi. Bu akkauntga qancha summa kirib ketgan bilmayman. Akkauntning ichiga kirsangiz voy, shunaqa chiroyli turibdi. Bu akkauntda Timboli, Babe, full set jigarlar. Agar sizda shunaqa akkaunt bo'lsa nima qilardingiz? Kommentariyada o'z javobingizni yozib qoldiring. Bu akkaunt negadir anchadan beri o'ynalmayotgan ekan. Qarasangiz даже RPM olinmagan ekan. Kolleksiyasiga kirsak jigarlar, kolleksiyani esa bekitib qo'ygan. Kolleksiyani yashirib qo'ygan bo'lsa ham juda ham chiroyli akkaunt. Endi yana nima ham kutish mumkin? Mayli deymizdigini, xudo xolasa keyingi akkauntga o'tamiz jigarlar. Jigarlar, sizlarga yana bitta yangiligim bor. Men o'z Telegram kanalimda XTRP konkurs qilyapman. Konkurs sharti esa juda ham oson. Konkursga qatnashish uchun Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Unda qani ketdik. Keyingi akkauntga o'tadigan bo'lsak, o'sha hamma taniydigan legendarniy akkaunt A. Hammadan birinchi bo'lib 100 level bo'lgan. Bu ham arablarning akkaunti. Oy. Bu akkauntcha nima deyapti jigarlar? Invertorga kirsak Godzilla AVMlarni taxlab qo'ygan. Как обычно bunda ham Babe full set jigarlarim. Lekin bu Godzilla kiyimi odlar biladi faqat jigarlar. Juda ham chiroyli skin. Qani kolleksiyasiga kiramiz. Kolleksiyasiga kirsak, как обычно 100 level jigarlar. Bunaqa akkauntlarga qanday pul tashlaydi bilmayman. Qani unda keyingi akkauntga o'tamiz jigarlar. Keyingi akkaunt ham 2022-yil, 2023-yilda eng zo'r akkauntlardan bo'lgan topinglarchi qani xnikli akkaunt bo'ladi. Bu akkauntdan lekin faqat oldlar biladi. Oy, jigarlarim, bu akkaunt nima deyapti? Akkauntda Resident Evil full set ekan jigarlar. Qaranglar bu akkauntni chiroyli turishini. Agar pulim bo'lganda olgan bo'lardim, lekin bu akkauntda ham Babe bor ekan jigarlar. Qaranglar. Juda ham chiroyli akkaunt bo'lib turibdi jigarlarim. Kolleksiyasiga o'tadigan bo'lsak, bu akkauntning ham kolleksiyasi обычный 100 levelcha. Jigarlarim, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying, обязательно. Endi esa akkauntga qaytamiz. Jigarlar, reyki dachalar ham bor, lekin shlem. Bu akkauntga bilmayman qancha pul sarflangan jigarlarim. Qani unda keyingi akkauntga o'tishni boshlayveramiz jigarlar. Videoga like bosgan bo'lsangiz bo'ldi. Keyingi akkauntning nikini esa hozir bilib olasizlar. Bu akkauntimizni niki esa Savage ekan. Yaxshi o'qolmagan bo'lsam uzr jigarlar, lekin akkauntning ichi juda ham chiroyli jigarlar. Qaranglar buni, o'zlaringizlar ko'ringlar. Babe full set, reyki skinlar bor, dacha ham bor даже. Godzilla ham bor jigarlar. Bu akkaunt nima deyapti? Jigarim, agar mana shu akkaunt sizda bo'lganda nima qilardingiz? Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Kolleksiyasiga o'tadigan bo'lsak, bu akkauntda ham kolleksiya darajasi 100 level ekan jigarlar. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Qani unda keyingi akkauntga o'tamiz jigarlarim. Shu joyda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Reklama uchun menga yozaverasizlar. Keyingi akkauntga o'tadigan bo'lsak, как обычно bu hamma biladigan Q8 akkaunti. Oy, nima deyapti bu akkaunt jigarlarim? Bu akkauntda ham missiya B va Babe full set jigarlar. Qorasi ham bor даже. Resident Evil kaska. Bu akkauntni men ko'rib prosta shokka qoldim jigarlarim. Ma'lumot uchun aytaman, dunyodagi eng birinchi 100 level bo'lgan akkaunt shu bo'ladi. Kolleksiya leveliga o'tadigan bo'lsak, har doimgidek 100 levelda. Bu akkauntga qancha pul kirib ketgan o'zi biladi faqat. Hajabi bir kunga bo'lsa ham olib o'ynashga sizga bersa nima qilgan bo'lardingiz jigarim? O'z fikringizni kommentda yozib qoldiring. Jigarlar, lekin bu vashsha shikarni akkauntda. Akkaunt o'ynalganiga 8 yil bo'lgan. Qoyil qolish kerak. Jigarlarim, shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat. Bu mening birinchi videom edi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Hammaga xayr jigarlarim.